asosiy anaqalarni sanab o'taman. Mana dangasalik bor. Oliy janoblari dangasalik yoki prokrastinatsiya. Ya'ni ish keyinga qoldirish jarayoni. Endi mindset nima? Mindset bu boshingizdagi ayrim fikrlar. Bu yerda birinchi o'rinda nima qilishingiz kerak? Shaxsiy konstitutsiyani tuzishingiz kerak. Shaxsiy konstitutsiyani tuzishingiz kerak. Mana planner ichida ham bor bu narsa, hozir ko'rsatib beraman shu joyda. Smart maqsad qo'yish. Mana shaxsiy konstitutsiya degan narsa bor. Mana bitta. Shaxsiy konstitutsiya nima? Obyektiv qoidalar ro'yxati. Obyektiv qoidalar ro'yxati. Qanaqa qoidalar? Qaranglar. Men o'zimning qoidalarimni sizlarga aytib o'taman bir nechtasini. Birinchisi bu men xato qilishim mumkin. Men adashaman, men odamman, men adashaman, men xato qilishim mumkin. Bu normal holat. Xato qilish normal holat. Xato deb yozinglar, kim xato qilishdan qo'rqadi? Chatga xato deb yozinglar, kim xato qilishdan qo'rqadi? Tabriklayman, rahmat, hammani tabriklayman. Hammani tabriklayman. 5 yil Supermenga 5 yil bo'ldi. Supermen tug'ilgan kun. Kim xato qilishdan qo'rqadi? Xato deb yozinglar. Qaranglar, mana. Shaxsiy konstitutsiya nimadan iborat? Obyektiv qoidalar yozib olasiz. Mana nimani sizlar shunaqa qilamiz? Biz qoidalar yozib olamiz. Ya'ni qanaqa qoidalar? Xato qilishim mumkinmi? Mumkin. Men o'zimga haqqi beraman xato qilishga. Men haqqim bormi xato qilishga? Da, конечно, men odamman. Nima qilishim kerak endi? Xato qila olmayman. Fikrim xato bo'lishi mumkin emas, bo'lishi mumkin. Biram ishoninglar, men mabodo fikrim xato bo'lsa, men любой payt tan ola olaman. Biram любой payt. Absolutni hech qanaqa menda bu narsa bilan muammo yo'q, ortiqcha kibrim ham yo'q bu borada. Okey, давайте deyman, mana kimdir aytaylik, mana shu narsa xato deyapsan, mana sababi mana bu desa, men sabablarni ko'rib chiqishga tayyorman doim. Endi masala nima bo'ldi? Ko'pchilik shu xatoga o'ziga yo'l qo'yib bermaydi. Xato qilishingiz mumkin. Eslab qolishda har kun men adashaman, har kun adashaman. Ishoning, men hozirgi daftarimni ochib beradigan bo'lsam, shug'ullanish daftarimni, u yerda mana bunaqa narsa bor. Shug'ullanganimda har kun ertalab turamanda, misol uchun test kartada trial degan narsa bor. Ya'ni urinish bo'ladi. 4 ta trial bo'ladi. Misol uchun, birinchi trial, birinchi marta raqam yodlayman. Ikkinchi trial, ikkinchi marta yodlayman. 3 4. Mana shunday qilib yozamanda, mabodo raqam yodlaganimda, shug'ullanganimda, eplasam, galishka qo'yib qo'yaman. Xato qilib qo'ysam, men fail deb yozib qo'yaman. Odatda mana shunaqa bo'ladi. Mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Har kun men daftarimni ko'rsanglar, bitta galishka 3 ta fail, ikkita galishka 2 ta fail. Ya'ni xato ko'p. 50% atrofida xato har kun. Agar men xato qilishdan qo'rqsam, xato qilish menga yoqmasa, negativ emotsiya bersa, nima hech qachon shug'ullanmayman. Shuning uchun birinchi o'rinda mindsetingizni nastroyka qiling. Xato qilishim mumkin va bu normal holat. Hech narsa qilmaydi. Hech kim o'lib qolmaydi, hech narsa qilmaydi. Hatto normal holat men o'rganaman. Birinchi o'rinda dangasalikni yengish uchun mindsetni nastroyka qilganingizda, shaxsiy konstitutsiyangizni yozib chiqqaningizda, mana shunaqa obyektiv qoidalarni yozib chiqing. Birinchi qoida, xato qilishim mumkin. Ikkinchi qoida, kelajakni bila olmayman. O'shanga men gar kelajakni bila olmayman, men gar ayta olmayman tam. Qaysi usul oldindan ishlaydi, men ayta olmayman. Hammasini test qilib ko'raman. Men test qilib ko'raman. Testable thinker deydi bunaqa odamlar. Test fikrlash bilan o'ylaydi. Test qilib ko'raman, urinib ko'raman, uni qilib ko'raman, buni qilib ko'raman. Test qilib ko'raman, urinib ko'raman, uni qilib ko'raman, buni qilib ko'raman. Va hokazo. Ya'ni bitta narsani o'zingiz uchun tushunib olishingiz kerak. Xato qilishga haqqingiz bor, aniq bu. Ya'ni mindsetingizni shaxsiy konstitutsiyangizga tiqing. Mana qoidalar yozib oling-da. Xato qilishga haqqim bor. Men tekshirib ko'rmasdan oldin fikr bildirmayman. Va hokazo. Qanaqadir obyektiv qoidalarni qilib oling o'zingizga. Mashitga, men kimda qanaqa qoidalar bor, hayotiy qoidalar. Misol uchun, meni asosiy qoidalarimni shaxsiyat haqida, shaxs haqida orqasidan gapirmaslik. Menda shunaqa narsa bor. Men hech qaysi inson haqida mediada orqasidan gapirmayman. Hech kim bilan urushmayman hech qachon mediada, bilasizlar. Misol uchun, menga nisbatan qanaqadir negativ tan videolar ham chiqqan, boshqa narsa qiladi. Men javob ham bermayman, просто e'tibor bermayman bu. Nimaga? Chunki meni oldimga kelish kim hech narsa demaydi.
Mani topish qiyin emas. Mani oldim kelib bironsa deyishi mumkin. 5 yil men mediadaman, hech kim hech qachon oldim kelib nimadir menga aytmagan. U yerda gapiradi, bu yerda gapiradi, normal holat, lekin u insonlar o'ziga yomon. Hech qachon odam orqasidan yomonlamaydi. Hech qachon. Men ideyani yomonlashim mumkin. Birorta psixolog chiqib olib, sekret qilsa, men sekretni yomonlab chiqaman. Lekin men o'sha odamning o'zini shaxsiga tegib boshqa narsa qilmayman. Bu meni qoidam. Mana shunaqa qoidalaringiz bo'lishi kerak. Kimda qanaqa qoidalar bor? Yana qancha bo'ladi dars? Hozir ozginadan keyin men sizlarga sovg'a beraman. Hozir dars tugaydi. Voy, sovg'a beraman hozir. Boy. O'zingni sev, o'zgaga tupur. Boy, unchalik emas endi. Qay unaqa qoida sizda? Ajoyib. Yolg'on gapirmayman, xuddi shunaqa. Misol uchun menda ham bor, yolg'on ma'lumot tarqatish eng yomon ko'rgan narsalarimdan biri. Birinchi o'rinda shaxsiy konstitutsiyani qilasiz. Ikkinchi holat, dangasalar yengish uchun ikkinchi holat, bu dam olish tizimini qilishingiz kerak. Hozir kimdir hayron qoladi, qanaqa dam olish tizimi? Davron aka tak dam bilan o'tyapti. Yo'q. Birinchi o'rinda uyquni nazorat qilishni o'rganing. Menda misol uchun mana bunaqa Whoop degan braslet bor. Men o'zim uyqumni nazorat qilaman. Mana. Qo'limda 24 ga yetib turadi. Даже men hozir yechida bo'lmasam, izi ham qolgan, hozir ko'rasiz. Mana. Qaranglar. Izi bo'lib qolganda. Uxlaganimda ham toqaman. Bu nimamni ko'rsatib beradi? Mani uyqumni darajasini ko'rsatib beradi. Dangasalikni hech qachon energiyasiz yenga olmaysiz. Men polni dam olishimni rejalashtiraman. Mana hozir ko'rsataman men bitta ham. Qaranglar, mana Whoop. Misol uchun, kecha men sizlarga kechqurun dars o'tib berdim. To'g'rimi? Men sizlarga dars o'tib berdim va kech yotib erta turganim hisobiga menda recovery juda ham past bo'ldi. Mana 44% bo'ldi. Yaxshi uxlamaganimga. Odatda yashil qilaman. Odatda ham men 90% gacha ko'tarishga harakat qilaman. Misol uchun mana ko'ryapsizlar, qizil odat, ko'k bo'lib yotibdi. Men o'zimni dam olishim nazorat qilib boraman shunaqa qilib. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Bu juda ham muhim. Dangasalikni hech qachon yenga olmaysiz, batareyangiz past bo'lsa. O'shanga dam olishingiz nazorat qiling. Haftada 1 kun dam olish kuni bo'lishi kerak. Eng qizig'i dam olish bo'lishi kerak. Telefondan dam olish bo'lishi kerak. Sukutdan dam olish bo'lishi kerak. Bir kishini yomonlashdan dam olish bo'lishi kerak. Ha deb negativ fikrlarni o'ylayverishdan dam olish bo'lishi kerak. Konkretni dam olish bo'lishi kerak. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni bitta narsani tushunishinglar kerak o'zingiz uchun. Qo'yib yuborishinglar kerak ba'zida. Misol uchun men jahon chempionatiga tayyorlanyapman, butun umrimni tikib yuborishim kerak emas. Ertaga jahon chempionatini men yuta olmasligim ham mumkin. Normal hech narsa qilmaydi. Men hayotim ma'nosi emas jahon chempionati. Men oilam bor, meni ota-onam bor, meni vatanim bor, boshqa narsa bor, ishim ko'p, men odamman. Va eng muhim narsa, qiymati katta narsa bu qanaqadir qo'l bilan ushlab bo'ladigan narsalar emas odatda. Даже pul ham emas bu. Tushunasizlarmi? Masala shunda-da, shuning uchun o'zingizlar uchun tushunib olinglar. Dam olishda hamma tushunadi, klubga boraman, dachaga boraman. Yo'q, dam olishda prosta men buni yopib ozgina o'tirib, tabiat qo'ynida, bitta daraxt tagida o'tirsin, dam. Hisob. Va o'sha narsani rejalashtirishga harakat qiling. Uyqingizni to'g'rilang, uyqingizni ustida ishlang. Mana shunaqa narsalar ustida ishlashga harakat qiling. Keyingi masala, asosiy narsa, hozir kimdir hayron qolishi mumkin. Mindsetda mana keyingi tizimda, keyingi joy bu fikrlash, ya'ni mantiq. Nima degani fikrlash degani? Mana har safar dangasalikka sezayotganingizda analiz qilishga harakat qiling. Analiz, nimani his qilyapsiz? Nima bo'lyapti sizga? Ya'ni nima uchun dangasalik qilyapman? Nahotki meni kelajagim men uchun shu darajada qadrsiz. Nahotki shu kichkina narsa meni asabimni buzadi. Va hokazo. Men bilmayman, misol uchun qanaqadir fikrlash patronlarini yoqishingiz kerak-da. Misol uchun men asabda hech kim urib yormayman hech qachon. Men urib yora olmayman emas, men sport bilan shug'ullanganman, to есть endi yoshim ham katta, o'zi aslida olganda, yosh bo'lganim, sho'x bo'lganim, boshqa narsa bo'lgani, lekin men misol uchun bir kishini urib yoki mayib qilib yoki ortiqcha so'kib bunaqa odatim yo'q. Nimaga? Chunki men o'zimni polniy kontrol qilaman va nimaga? Chunki menda miya birinchi ishlaydi. Men emotsiyadan oldin miyam ishlaydi va buni sababi mana shu narsa. Har safar emotsiyangiz uyg'onganda, mana misol uchun ingliz tili bilan shug'ullanmoqchisiz, negativ emotsiya uyg'onyapti ichingizda. Va o'z dars qilaman, bo'ladi. Shundan oldin o'ylashni o'rganing. Birinchi tizim, ikkinchi tizimni yoqishni o'rganing. Bugun tizimlarni tushuntirdim-ku. To'xtab tur.
o'zi nimaga mana shunaqa bo'lyapti deb prosta o'ylang, boshida unaqa sezilarli foyda bermaydi, lekin sekin ongli odamga aylanishni boshlaysiz. Hech kimni urib yormaysiz, o'zingizdan o'zingiz dangasalik qilib qo'ymaysiz, o'zingizdan o'zingiz yeb qo'ymaysiz, kuxniyaga kirib kechqurun, kola ichib yormaysiz, yana bir narsa qilmaysiz, polностью o'zingiz boshqarasiz. Tushunasizlarmi? Mana shu narsa, mana kim tushunyapti? Plyus bosinglar, o'ylashni o'rganinglar. Ongliymiz-ku, biz insonmiz-ku. Insonmiz-ku, tushunyapsizlarmi? Men o'sha boya aytganman, hozir haligi Azizbek aka hozir bir daqiqa. Boy, hozir men sizga sovg'a yozib beraman, mana to'xtab turing. To'xtaylik, hozir darsimni o'tib olayman. Tez arada o'chab, mayli hech narsa qilmaydi. Xo'p, shunaqa qaranglar. Yana bir marta mindset haqida yana alohida ertaga gaplashamiz, chunki ertaga biz super xotira bo'ladi. Speakerimiz ham bor. Speaker vashi bomba. Sindirib yuboraysin. Как раз ertangi anaqaga tegishli. Qaranglar. Birinchi o'rinda shaxsiy konstitutsiyangizni yarating. Qoidalar qilib chiqing, obyektiv qoidalar. Men o'zim bir nechta qoidamni aytaman. Men xato qilishga haqqim bor. Men kelajakni bilmayman. Men fikr chiqarishdan oldin test qilib ko'raman. Men odamlar orqasidan gapirmayman. Men odamlar orqasidan gapirmayman. Men prikol qilishim mumkin, bo'lishi mumkin, lekin prям ko'p holatda men odamlar orqasidan gapirmayman. Sababi bu yaxshi odat emas. Keyingi holat, dam olish tizimini yarating o'zingiz uchun. Menga o'xshab uyqu trekerlarini olsangiz bo'ladi, mana bunaqa trekerlarni. Bu sizga energiya beradi. Qancha uxlaganingizni ko'rib yurasiz va hokazo. Kimga kesilni. Men endi kecha bitta ikkita odam topdi kim kelishini, lekin kela. Doskani ko'rsatib oling, skrin qilib oling. Doskani ko'rsatib olinglar. Skrin. Ko'rinyaptimi? Nari kameradan mana yana bitta skrin qilinglar. Yaxshi. Xo'p, xorij so'zlarni eslab qolish. Super mehmon speaker, realniy. Prям men ertaga tilga tegishli savollarga men lingvist emasman. Men so'zlarni aktivlashtirish bo'yicha mutaxassis emasman. Men so'zlarni eslab qolishligiga zo'r o'rgata olaman. Aktivlashtirish, eslab qolingan so'zlarni eslatish va hokazo haqida ertaga bitta mutaxassisdan konkretniy insightlarni olishlar. Eng zo'r mutaxassis. Men nazarimda shu yo'nalishda. Xo'plarni, bugungi aniqrog'i ertangi kunni o'tkazib yuborishni men tavsiya qilmayman. Sababi ertaga super xotirani 10 barobar 10x kuchaytirish, xudo xolisa ertaga chum olasizlar. Sizlarga vazifa beraman qisqa. O'tilgan mana bugun o'rgatilgan usulni, ma'qul kelgan usul tanlang. Kimga qaysi usul yoqdi o'zi yozinglarchi. Keyin sovg'a olish ko'rsataman. Mana yigitlar tayyorlab qo'yishdi. Kimga qaysi usul yoqdi? Kimga qaysi usul yoqdi bugungilardan? Bugun 7 ta usulni o'rgatdim, 6 ta usulni. Insight oldinglarmi balki, men bilmayman. Rahmat kattakon, rahmat sizlarga. 5 sekund. Mindset 5 minutlik dars, 5 sekund yo'qdayapti ko'pchilik. Psixologmisiz yo'qmi, psixolog emasmi? Hatto universitetda amaliy psixologiyaga bizda почти 2 yil o'tilgan. Fil prinsipi 5 soniya. Va ko'pchilikka 5 soniya yoqdi. Qaranglar endi. Qaysi kameraga? Sovg'ani olish tartibi. Mana buni bosasizlar. Bo'ldi. Join channel yo'qmi? Nima deysiz? Mana smart maqsadli bu yerda PDF bor. Maqsad qo'yish haqida PDF skachat qolsanglar bo'ladi mana. Qolganlarga chiqadi join. 2700 nolmida odam? 2400 odam o'tirib, 2400 kishi qo'shildi. Xo'p, sovg'alarni olinglar. Chatga ham mana qistirib qo'yishgan tepada. Sovg'ani olinglar. Befoyda harakatlar qonuni,
va hokazo. Tak, mayli, Supermiyani 5 yilligi hammani tabriklayman. Kim qo'shilgan bo'lsa, sovg'alarni olib olishinglar mumkin bo'ladi. Men nimaga o'zimni taqdimotimda doim o'tiringlar deyman, agar mabodo kursga qatnashmasanglar ham. Sababi juda oddiy. Sababi juda oddiy. Kursni taqdimotini ko'rish jarayonida 3 ta asosiy narsa sodir bo'ladi sizlar bilan. Birinchisi, men bugun plan tushuntirdim sizlarga, o'sha rejani olib turib qo'llasanglar bo'ladi, mabodo qatnasha olmay qolsanglar. Ikkinchisi, o'rganasizlar. Ko'p narsani o'rgansa bo'ladi, taqdimot. Men hamma taqdimotlarni ko'raman, обязательно. Ko'p narsani o'rgansanglar bo'ladi. Doim har bitta gapirilgan gap, aytilgan narsa hammasi bekorga bo'lmaydi hech qachon. Hammasini o'zini sabablari bor. Shuning uchun men aytaman, taqdimotda, kursga qatnashmaysan, o'tir oxirigacha. O'tir, ko'r oxirigacha. Qiymat nisbatini tushun. Va hokazo. Shuning uchun bu juda ham foydali narsa. Juda ham foydali. Yana bitta asosiy psixologik bitta momentlar bor. Bularni xudo xolasa ertaga o'sha oxirigacha yetkazamiz. Kim oldi sovg'alarni plus bosib yuboringlar, men sekin keyin yakunlayman bugungi kunimizni. Voy.